Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Endi podpiska bo'laman deb niyat etib turganlar, ro'zalarni qiynalmasdan tutib turibsizlar. Hammangizga Alloh kuch-quvvat bersin. Aka-ukalar, qo'llab-quvvatlab turganlar uchun katta rahmat. Juda xursand bo'lib turibmiz. Xudo xolasa bir inson bilan suhbatni uyushtiryapmiz, ruxsatini oldik. Inshaalloh tez YouTube, Instagram kanallarimizda joylaymiz. Sizlar kutgan, sizlar o'ylaganingizdan ham zo'r suhbat bo'ladi inshaalloh. Sababi bu insonni katta ko'pchilik taniydi, ko'rsa, tanimoqlar uchun bu insonni xalq unvon bergan. Hayot akademiki, seleksiyada akademik. Bu inson bilan xudo xolasa bizlar tez suhbat qilamiz. Sizlardan birgina iltimos bor. O'zingizni qiziqtirgan savollar bo'ladimi, boshqa murojaatlar bo'ladimi? Kommentariya yozib qoldirsanglar, hammasini biz qo'ldan kelgancha javobini olamiz. Bu inson seleksiya sohasida juda katta ishlarni qilib, juda katta natijalarga erishgan inson. Bilganlar ismini yozib ketamiz. Xudo xolasa qaysi chempionlarni yetishtirganini. Savol sizlarga. Bu odam qo'chqor urishtirmasdan oldin nov urishtirgan. Shuni biladiganlar bo'lsa aytib o'tamiz. Davay basamiz aka-ukalar. YouTube'imizga a'zo bo'linglar. Instagram Xorazm qo'chqorvozlari zo'r bo'lsin. Instagram kanallarimizga podpiskani ko'paytiringlar. Zo'r suhbatlarni, kerakli ma'lumotlarni hech kim ko'rmagan zo'r chempionlarni joylab qo'yamiz. Xudo xolasa hammangizga omad, katta rahmat jo'rlar. Basinglar.